Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun seshanba 29-aprel. Juda ham bir ajoyib kun bizda boshlandi. Chunki kecha bahor edi, bugun yana qish qaytib keldi. Kechasi qor yog'ib, ertalab tursak hamma joy oppoq qor. Men esa pishiriqlarimni hozir soat 10:30 bo'lyapti. 10:30gacha shularni pishirib oldim. Yana hali ko'p pishiriqlarim bor. Hozircha shularni pishirib oldim. Bu somsadan 2 marta pishirishim kerak. Hozir 1 marta pishirdim, uni уже yarmini sotib bo'ldim. Tandir somsani ham yarmini уже sotdim. Issiq olib ketishadi ertalabdan. Buni endi boshqa qilmayman, chunki juda ham qiyin buni qilish. Bir kunda bir marta qilaman. Hotdoglarimni ham tayyorlab oldim. Hotdog o'zi az ketadi. Keyin burgerlarimni ham bulchkalar uchun xamir qilib qo'yganman. Ularni ham tayyorlab olaman kun davomida. Chibureklarni ham e'tibor bergan bo'lsangiz, xamirlarni tayyorlab qo'ydim. Chibureklarni ham pishirib olaman. Shu somsadan keyin kurnikdan 2 mahaldan pishiraman. Ba'zan ular o'sha 2 marta qilsam ham yetmaydi va oshimizni ham ba'zan 2 marta qilaman. Bu ham osham xadovoy. Eng xadovoyi shu kurnik, mana shu. Hozir qo'yaman buni. Somsa 3 burchak, keyin osh. Bular 2 martalab qilinadi. Qolgan narsalar 1 marta tayyorlagan bo'yicha kechgaga yetadi. Barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin. Men kuzatishda davom eting. Чего Рикина? Yana bir bora assalomu alaykum barchangizga xayrli kech deb qolaman. Bugun men sizlarga kechki ovqatga talablariga binoan farzandlarim so'raganligi uchun sushi roli ko'rsatib bermoqchiman. Oddiy, oson usulda, oddiy uy sharoitida hammani qo'lidan keladigan, самое главное, produktlari hamma magazindan topiladigan produktlardan, arzon produktlardan sushi roli ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar sushi nori, kattasidan ham, kichkinasidan ham oldim, chipsisidan ham kerak bo'ladi. 2 banka nima deydi, shproti. Endi nima xohishga qarab ko'p qilaman desangiz, ko'proq, az qilaman desangiz, azaytirsangiz bo'ladi. Tvorожный sir kerak bo'ladi. Xohlaganingizdan olsangiz bo'ladi. Qaynatilgan guruch, 1 dona avokado, 1 dona bodring kerak bo'ladi. Guruchimizni zapravit qilib olish uchun nima deydi, 10 gram tuz solim shekilli. Bu yerda 1 qoshiq, ko'rib turganingizdek tuz, 1,5 qoshiq shakar soldim. Keyin 2,5 qoshiq, katta qoshiqda uksus solyapman. Bu massamizni yaxshilab aralashtirib olgandan keyin guruchimizga solib, guruchimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin esa bodringimizni ham uzun narsaga shunaqa shaklda to'g'rab olamiz. Avokadomizni ham to'g'rab olamiz. Ana shunaqa qilib, men ko'rsatib o'tganimdek
ikkiga bo'lib, o'rtadagi danagi deydimi, nima deydi, shu danagini olib tashlab, qoshiq yordamida shunaqa qilib nima ajratib olamiz. Terisidan ajratib olamiz. Uni ham to'g'rab qo'ydik. Qo'limga e'tibor bermaysizlar. Bizda rassomlar bor. Xina bilan qo'limni uxlab yotsam, rasm xullas chizibdi. O'zlarinikiga ham rosa chizgan, meniki qo'limga ham rosa chizibdi. Ertalab tursam, xullas uni qilib qo'yishgan ekan. Endi chiroyli bo'lsa mayli dengchi. Har kuni ishdan kelib o'chirishga harakat qilaman. U yerdan o'chiraman, bu yerdan o'chiraman, o'chmaydi bu ham. Shunaqa qilib xina qo'yib oldim qo'limga. Qizlarim qo'yib qo'ydi degan. Xullas, nimamizni boshlaymiz. Sushimizni, to'g'rirog'i sushi rolimizni boshlaymiz. Norini silliq tarafini tashqariga bo'lish uchun ontarib olib, bunaqa silliq emas tarafiga guruchdan 2 qoshiq qo'yib oldim. Ko'rib turganingizdek, keyin tekislab unga xohlagan balig'ingizda, biz bu yerda shprot ishlatyapmiz. Xohlagan konservni baliqdan ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz qizil, o'zi aslida qizil baliq bor, qimmat baliq o'shandan ishlatiladi. Lasos balig'idan ishlatiladi. Xohlagan baliqdan ishlatsangiz bo'ladi. Biz oilamizga xom baliq yoqmaydi. Shuning uchun doim shunaqa tayyorlab berishga harakat qilaman bolalarimga. Endi baribir nimadan ko'rsa sushi yegisi keladi-yu bolalarni. Bolalar bilan borsangiz restoranga yoki kafesiga, shu to'shkasiga borib olsangiz, hamma oilaviy to'yish uchun 4,5 ming indamay ketadi-da. Bundan ko'ra uyda ozgina rasxod qilib, uyda ozgina mehnat qilsangiz, uyda sushi tayyor. Ham bolalar xursand, ham oilada tinchlik, xotirjamlik bilan yeb olamiz. Shunaqa hamma nima deydi, hamma uy bekalari qila oladigan sushi bu. Ko'rib turganingizdek. Bunisi boshqacharoq bo'ladi. Boyaginisidan boshqacharoq. Ya'ni guruchli tarafini og'darib olaman. Mana aytib o'tganimdek, guruchli tarafini og'darib, boyagi mahsulotlarni yana qo'yib chiqaman. Norini ustiga qo'yaman bu safar. Buni ham yaxshilab bosib o'rab olaman. O'zi bilasizlar, shunaqani bambukdan yog'ochlari bo'ladi. O'shandan olishim kerak. Doim olaman demay esimdan chiqib qoladi. Zakaz qilib qo'yishim kerak o'zi. Unaqa bo'lishi shart emas. Endi oddiy oilalar bor oramizda. Shuni kilonkadan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni fasovkadan foydalansangiz bo'ladi, menga o'xshab. Mana tayyor bo'lgan sushi nimalarimizni, rolimizni kesib olamiz. Mana shunaqa qilib, chiroyli qilib, blogerlardan ko'rgandaqa qilib kesib, chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Mana bizning sushimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishiga baho beringlarchi. Mana. Oddiy uyda ham uy bekalari baribir hammada ham sharoit bo'lmaydi, restoran, kafelarga borgani. Lekin yegisi kelganlar bo'lib qoladi-yu, uyda oddiygina shunaqa qilib oila davrasida ham budjetli bo'ladi. Shunaqa qilib tayyorlab ko'ring. Bizga yoqimli ishtaha. Videom yoqqan bo'lsa, like, podpiska qilishni esingizdan chiqarmang.